Mana bu tomoni 60, bag'i 30, mana bag'i 30, bag'i 20. Hamma 3 kilo qo'shsa, bag'i 7 kilo qo'shyapti. Hamma 11 ming sotsa, bas 9 mingdan sotyapti. Javob latoylarimiz ham o'sha narxda, mana ko'ryapsizlar, qalinligini. Endi buni ishlab chiqarishimiz o'zimizda turibdi. Boltako'l yo'lida, короче, eski Farg'ona yo'li deydi. Bu yerda dastlabkamiz kirgilichi bor ekan. Stanogimiz ko'p, ko'pchilik ishlaymiz. Bizga ob'yom kerak, arzonroq bo'lsa ham sotaylik deyaptilar. Ishlab chiqarish mana shu yerda bo'lyapti. Mana quyishyapti, tayyor. Ishlab chiqarishlarga ko'rishlaringiz mumkin. Dastlabki har doimgidek o'sha kirgilichi bepul. Qolganiga dastlabki pulini bersiz, mana shu 9 mingdan sizlarga yetkazib berishadi. Atrof 10 ming, 11 ming sotyapti ekan. Ba'da endi sababi ko'proq ishlaylik, ozdan ko'p qoladi, ko'pdan oz qoladi degan maqolda beliga tepib, xullas nima qilsalar qilyaptilar, 9 mingdan sotyaptilar mana. Ko'ryapsizlar? Bemalol qancha necha mingta zaril bo'lsa bor. Pena blogimiz mana yo'lni bo'ylari ham hammasi mana bag'i Yormazorga chiqib ketasiz, bu tomoni Marg'ilon Prezga chiqasiz. Tayyor mana o'zimizda ishlab chiqarilgan. Nomer qo'yib qo'yapmiz, telefon qilinglar. Dastlabkasi bilan kirgilichi 9 ming, dastlabkasini bersiz, qolgan mahallalarga 9 mingdan yo'l kirasini pulini berib qo'yasizlar. Pena blogda uy quraman yoki pena blog ishlataman degan do'stingiz bo'lsa, miyasiga yaxshilab urib, mana shu yerdan 9 mingdan beryapti deb jo'natib qo'ysiz, sizga bir tillik foydasi yo'q, oshnangizga foyda bo'ladi. Pena chiqarayotgan aka bilan. Shu mana shu 1 minut bo'lgan bo'lsa, keyingi safar ko'rishamiz, xudo xolasa.